Любой tovari klienti bo'ladi. Men buni bobom kalish sotganlaridagi voqeani aytib bermoqchiman. Bobom kalish sotganlar. Ular sotganlar yerga bunday narsa yoyib olib turib, kalishlarni taxlab qo'yib sotishgan-ku oldinlar. Hozir ham sotadiganlar bor, yoyma qilib. Keyin o'g'illari sho'xlik qilganda kalishi bir poyini otganlar-da. U ana ustungi bitta joyga elinib qolgan. U 1 yil turgan o'shatda. Qanaqadir himoyali joyda bo'lsa kerak. 1 yildan keyin, o'lsa ana kalishi bir poyini tushiraylik endi deb tushirishgan zahoti bitta klient kelib olib ketgan. Ular aytganlar, mana shunaqa olib ketgan. A razmer meniki ekan, men olib ketaveraman deganlar. Narxini kelishga o'sha joyda olib ketgan. 1 yil oldin emas, 1 yildan keyin. Любой tovari albatta klienti bo'ladi. Hammani o'z rizqi bor degan narsa-da bu. Shuning uchun men hech ham qo'rqmayman. Mana men o'zim 2 oylik o'qitimda bildim. Nimani nechta olib kelsam, o'shancha klient bor. Boshqa klient yo'q. 3 ta kofta olib kelsam, 3 ta klient bor. Именно o'sha rangga. 5 ta olib kelsam, 5 ta, bitta bo'lsa bitta klient bor. Но иногда